أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hoş kelibsiz aziz mehmonlar. Bugungi davra bu ilmiy davra. Bu davra mamlakatimizning aziz xalqimizning buyuk manzil Assalamualaikum do'stlar, akalar, ukalar, tadbirkorlar, yurtimiz mehmonlari. Yurtimizga bunaqa yaxshi tadbirlar yarashadi. Yurtboshimiz bundan 3-4 yil oldin Turkiyalik mehmonlar kelgan paytda bir yaxshi gapni gapirdilar. Ular siz bizga ishonish uchun hali 3-4 yil kerak. Hali ikkita ish ko'rish kerak. Esingizda bo'lsa shu gaplar o'tgan. Chunki brend bu ishonch. Bugungi mavzuni agar Malayziyalik zandikanimiz aytadi. Думай глобально, действуй локально. Dunyoga chiqing. Mana bunga o'xshagan bilimlarni oling. Sizni raqobatchingiz kelmagan, siz shu yerdasiz. O'shani oldingizmi, tingladingiz, tahlil qildingiz, tafakkur qildingiz, tanqidiy qaradingizda va tanqidiy tahlildan keyin tadbiq qiling. Tadbiq qilmadikmi, ishonavering, bugun borgandan keyin chiroyli bir mazza qildikmi, dushga o'xshaydi, kundan keyin yana dushtalab bo'lib qolamiz, lekin bibliotekadagi kitobdan farqimiz qolmaydi. Akvaparkka borgandan farqimiz qolmaydi. Tadbiq qilishni boshlagan kunimiz brend muvaffaqiyat va qat'iyati, harakatning natijasi. Shuning uchun bu bo'lgan tadbirlarni, insaytlarni diktofoningdagi yozib olinglar. Birinchi zarbada tizzalargacha, ikkinchisida bellargacha, uchinchisi yelkalargacha har safar eshitganingizda yangi qirasini kashf qilasiz. Har bitta spiker. Sen meni ishontir muhabbatingga nimani qoldirar ekan bular tursak, bu nima bo'ladi desak, holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Hech kim sizni kelib yoki ishontirish uchun boshqa uchun harakati yo'q. Samimiy tajriba sakoy spikerlaringga ham. O'shaning uchun bu yoqda bugun qalb ochiq keldinglarni tavsiya qilib to'g'ri qilaylik. Ular sababini qildi, harakatini qildi, hamma aqli yetgancha o'zini xarizmasini yetdi. O'shaning uchun shay usuli kelajakda trend qayerda? Bugungi spikerdan olganida, bugun men o'tiribman, men raqobatchim yo'q. Meni boshqa sinfdoshim yo'q. 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi sinfda o'qigan deysizlar. Prosta o'zingiz uchun telefoningizga yozing yoki qalbingizdan yaxshi ko'rgan yigitingizni, yaxshi ko'rgan qizingizni bugun shuni ko'rsatib, aslida nima qilib turgan ekanman boramiz.
Chunki u joyda to'xtab qoldi, siz bilan intilyapmiz. Bugun siz sinfdoshlaringizdan farqli siz shu yerda o'tiribsiz. Raqobatchilarimizdan farqli biz shu yerda o'tiribmiz. Qalban ochiq sifatda o'zimizga yangi bir menga moslangan joyi nima degan savolga javob topamiz. Bitta spiker bitta narsani aytsa-da, ming odam ming xil narsani oladi. Chunki nimani qidirayotgan bo'lsak, o'shani olamiz. Uyimizda parda qilganmiz, pardaga qaraydigan bo'lib qolamiz. Moshina olmoqchimiz, moshinaga qaraydigan bo'lamiz. Akfa roman olsak, akfaga qaraymiz, tom yopayotgan bo'lsak, tomga qaraymiz. O'shaning uchun bugun sizning fokusingiz nimada? Nima savolga javob olgani keldi? Buni albatta yozinglar. Va har bitta spiker javobini xuddi sport zalga borganda yoki Adidas kiyim do'koniga borganda o'ziga moslanganda buni kim ko'rasiz? Men tushunmadim. Bu ham xuddi shunga o'xshagan bir hol. Ma'naviy ozuqa, mana shaxsiy brendimga, mana korporativ pog'onamning yangi pog'onaga chiqishiga, bugun mana shu spikerdan nima joyini olaman? Nima joyini tahlil qilaman, talqin qilaman, do'stim bilan keldim, ukam bilan keldim, sinfdoshim bilan keldim, bolam bilan keldim, sherigim bilan keldim. O'shani tarqog'ini yozsakkina 72 soat ichida Alloh nasib qilsa sababchi bo'ladi yangi pog'onaga o'tishga. Lider brendga aylaning. Net kontraktda bora kontaktni ko'paytirib bo'ladi. 5 kilolik chelakga 5 kilo kartoshka tortib bering dedik bozorga borganda. Nachi bo'ldi bozorga bormayapmiz, yerda bazardan maytaksi orqali yoki kartinka orqali boramiz, tayyor qilib, lekin logikasi esinglarda bo'lsa, yosh kattalar 5 kilolik toshni qo'yardi, boshida kartoshkani undan qo'yib, keyin oxirida bundoq qo'yganda pallani bosiladi. 5 kilo harakat ketdi, lekin oxirgi kartoshkani bosganda bitta urdi. O'sha oxirgi kartoshka 5 kilo degan emas-ku. Bugun biz harakatini qilib, kontaktini berib, savojni beraveramiz. Ko'za kunda emas, kunda bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala habibina rasulillah wa ba'd. Assalomu alaykum. Ya'ni biznes treninglar ko'p mutaxassislarni bir joyga yig'ib, ya'ni tajriba almashish, fikr almashishga o'xshagan hodisalar tarixda ko'rilmagan. Bu hodisalarni barchalarimiz uchun manfaatli bo'lishligidan umidvormiz va qilayotgan tashkiliy ishlarni, tashkilotchilarni alohida qutlaymiz. Xosatan bizni O'zbekistondagi bo'layotgan insonparvarlik siyosatini natijasi o'laroq bugungi bu imkoniyat uchun alohida Allohga hamd va tashkilotchilarga alohida tashakkur etaman. Kulu minat-tayyibati wa'malu solihan degan. Ya'ni pokiza narsalarni yenglar va solih amal qilinglar degan. Buni mo'minlarga bir joyda alohida xitob qilib aytgan, boshqa bir o'rinda payg'ambarlarga xitob qilib aytgan. Payg'ambarlarga ham toza, halol, pokiza taom yenglar va solih amal qilinglar degan. Qur'oni Karimning hikmati har bir jumlani o'zining o'rnida ishlatadi. Behuda birorta jumla u yoqda tursin, birorta harf yo'q. Qur'oni Karimning har bir harfini o'zining o'rni bor, o'zining ma'nosi bor. Shuni beraman deb niyat qilib
qarzingizni uzishlikka imkon beradi. Olayotgan paytingizda buni men uxlataman desangiz, sizni o'zingizni uxlatadi Alloh taolo. Ham qarz bo'lasiz, ham obro' sharafingiz ketadi, ham shu pulni to'lay olmaysiz. Dunyoda xor bo'lasiz. Nimaga? Niyat buzilgan edi, niyat. Bu qoidalar, mana shu qoidalar ruhiy bo'lgan qoida, maqsadga aloqador bo'lgan qoidalarda iymon asos hisoblanmaydi. Ya'ni iymonsiz odam ham niyatini go'zal qilsa natijaga erisha oladi. Shuni esdan chiqarmasligimiz kerak. Iymon bizga qachon kerak bo'ladi? Iymon bizga dunyoda qilayotgan amallarimizning natijasini oxiratda olishimiz uchun kerak bo'ladi. Dunyodagi qonun qoidalarda iymonimizni ro'kach qilib, ibodatimizni ro'kach qilib, mashalloh, inshaalloh deb odamlarni uxlatishlikka hech kim ya'ni harakat qilmasin. To'g'ri emas. Bizni mashalloh, inshaallohimiz qiyomatda kerak bo'ladi. Dunyoda berdingmi, oldingmi ber. Niyatni to'g'ri qilishlik, ishonch ustiga qurilgan tijorat, bu masalalarda shu qonun qoidalarga amal qiladigan konsepsiya, ya'ni tartib, intizom ishlab chiqish vaqti keldi. Dunyoning boshqa mamlakatlarida kuchli biznesmenlar, kuchli iqtisodchilarni yetishgan, ya'ni natijalarga e'tibor qarating. Musulmon emas odamlar bor. Musulmon emas. Ben ko'p misol keltirgan edim, o'rni kelganda yana aytib ketay. Takroriy foydasi bor. Elon Muskni siz nima uchun tijorat qilyapsiz deganda, pul topish uchunmi deganda yo'q ekan. Menga pul kerak emas degan. Pul uchun qilyapti. Agar pul uchun bo'lsa, birinchi o'sha PayPal degan brendini 90 million dollar atrofiga sotgan. Birinchi biznesi. 90 million dollarga sotib, 90 million dollarni havoga tikkan yana. Agar men o'sha paytda bankrot bo'lsam, bir tiyin pulsiz qolaman degan. Ya'ni Marsni proyekt uchun tikyapti. Uni gapini eshitgan odamlar jinni bo'ladi. Bu narsani prosta ta'kidlayotganim yo'q. Sababi Turkiyada 1991-yilda Musiyat degan biznes uyushmasi tuzilgan. Ya'ni ishlab chiqaruvchilar va biznesmenlar uyushmasi. Ular ham o'shani tuzayotgan paytida ular o'sha o'rnak bo'ladigan bir insonni tadbirkor bo'lganlar va oltita qolgan tadbirkor bilan yig'ilib, biz bugundan boshlab faqat eksport ishlaymiz deb niyat qilishgan. Va mana bugungi kunga kelib shu Musiyat degan qanday internetdan ko'rasizlar bo'ladi. Turkiyadagi eng katta uyushma va Turkiyani sanoatini 30% dan ko'pini ular tashkil qilishadi. Turkiyani har bitta rayonida ham ular filial ochgan. Butun dunyoda ham filial ochgan. Nima uchun? Ular oliy maqsad qo'ygan. Turkiyani eksport qiladigan buyuk davlatga aylantiramiz. Va mana bugungi kunga kelib Turkiya juda katta eksportchi davlatga aylandi. Biz ham oliy maqsad qo'ydik, Allohga tavakkal qilib, kelgusi 10 yilda Xudo xohlasa shu natijaga erishamiz. Sababi bitta sohada emas. Eksport qilsa bo'ladigan xomashyosi iloji boricha O'zbekiston yoki atrofimizda chiqadigan yoki qo'l mehnatiga asoslangan va yaqin atrofdagi davlatdagi eksportiga mo'ljallangan tovarlarni ishlab chiqaruvchi hamma va bularga yordam Для начала я бы хотела немножко рассказать о себе. У меня сейчас 3 бизнеса. Первый – это консалтинг, второй – это образование в России, соответственно, третий – это СДВ недвижимость. Также я за 11 лет. Сегодня, кстати, 11 лет моему бизнесу. Можете меня поздравить. У меня прям памятная дата. И мы сегодня в 2011 году я начала свой бизнес в России. И за это время моими клиентами стало более 7000 компаний. Это достаточно много, соответственно, я стала номер 1, наверное, в СНГ по масштабированию через продажи и маркетинг. Значит, чем занимается моя компания? То есть, по сути, мы даем готовые решения. Например, да, вы занимаетесь строительным бизнесом, вы не знаете, как развиваться, здесь уже не нужен тест гипотез, мы просто вам говорим, как делает компания лидер в этой нише, и вы берете эти технологии и внедряете. Точно так же в любой другой сфере у нас были разные проекты, это и хлеб, и колбаса, и производство кухни, и бухгалтерия, и юристы, в общем, много всего. То есть у нас накоплена методология некоторых кейсов, например, вот дюфа краски немецкие выросли с 1,5 миллиардов. Ну,
с 20 миллионов долларов до 40 миллионов долларов за один год просто благодаря тому, что внедрили мою методологию. Ну и, в принципе, кейсов очень много. Есть и международные компании, и те, кто на IPO выходит и так далее. Значит, также Роман